hammaga kerak bo'ladigan aylana formulalari. Eng muhim formula. Buni eslab qolinglar, bilmaydiganlar jo'natinglar. Bu savol har testda, DTMda ham tushsa kerak. Har milliy sertifikat borki, mana shunga o'xshagan savollar bor. Demak, qarang, ikkita aylana berilgan, umumiy urinma o'tkazilgan. Bu urinma bittasi xuddi mana shu holatda kelsa, bu ichki urinma deyiladi. Ikkita aylanaga ichki urinma o'tkazilsa, mana shu holatda keladi. Buning radiusi R, buning radiusi kichik r. Demak, urinish nuqtalari A va B bo'lsa, ularning markazlari orasidagi masofani toping degan savol beriladi. Shunda mana bu radius bu tarafga olib kelinadi, radiuslar yig'indisi. Mana bu A va B bo'lsa, mana bu ham A va B bo'ladi. Parallellik uchirgan vaqtimiz. Shunda Pifagorni qo'llasa bo'ladi. Radiuslar yig'indisi A va B ning kvadrati mana bu markazlar orasidagi masofani beradi. Mana bitta formula ketdi. Ikkinchi formula bu sertifikatga tushgan savollardan. Agarda uchburchak teng yonli bo'lsa va ixtiyoriy chiziq o'tkazilsa, buni banallik ham deyish mumkin, median ham deyish mumkin, bisektirsa ham yo'q, ular bo'lmagan xohlagan chiziq ham bo'lishi mumkin. Ikkita aylana chizilsa, ya'ni uchburchak hosil bo'ladi. Ikkita aylana chizilsa, aylanalarning umumiy chiziqqa urinish nuqtalari orasidagi masofani so'rasa, diqqat qilamiz, teng yonli bo'lsagina. Shunda mana bu bo'lak x bo'lsa, mana bo'lak y bo'lsa, ana shu ikkalasining ayirmasining yarim bo'ladi. Mana bu urinish nuqtalari orasidagi masofa. Mana bu har sertifikatga berilyapti bu savol. Keyingi savol, agarda deyapti teng yonli bo'lsa emas, yo'q, teng yonli bo'lmasa ekan. A va B tomonlari bo'lsa, lekin mana bu chiziq mediana bo'lsa, mana CD mediana bo'lsa deb yozdik. Va mediana bo'lgandan keyin mana bu tomon teng bo'ladimi? Shunda bu uchburchak aylana chizilyapti, ikkinchi uchburchak aylana chizilyapti. Urinish umumiy, ya'ni o'sha medianaga tegib turgan nuqtalari orasidagi masofani so'rasa, yon tomonlar ayirmasining yarim bo'ladi. Bu ham bunga o'xshagan savol ham sertifikatga anchagina tushdi. Keyingisi to'rtinchisi, demak aylana bir-biri bilan urinadi, ikkalasining radiusi turlicha. Umumiy urinma o'tkazilgan, ana shu urinmaning demak uzunligini so'rasa, 2 ilizozda radius kerak radius bo'ladi. Keyingisi aylanalarning urinish nuqtasidan umumiy urinmagacha bo'lgan masofani so'rasa, mana h deb oldik. U ikkita radius kara kichik radius taqsim katta radius qo'shilgan kichik radius degan formula bilan topiladi. Keyingisi 5-holat. Demak, aylanalar mana shu holatda turibdi. Bu tashqi urinma deyiladi. Tashqi urinma o'tkazilsa, demak, markazlar orasidagi masofani so'rashi mumkin yoki urinish nuqtalari orasidagi masofani so'rashi mumkin. Shunda ham, demak, formula mana bu yerdan bitta buni olib kelamiz. Mana bu narsa kichkina radius, mana bu narsa yo'q, mana bunisi kichkina radius ekan. Bu radiuslar ayirmasi bo'ladi. Shu yerda mana bu Pifagordan radiuslar ayirmasining kvadrati va mana bu A va B masofaning kvadrati markazlar orasidagi masofani beradi. Mana shu formulalarni eslab qolsangiz va aylana va doiraga doir segment sektorlarni bilsangiz, sizga aylana bilan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Bu narsani eslab qoling, bilmaydiganlarga jo'natinglar.